Assalomu alaykum. Mana video blogimga xush kelibsizlar. Meni ismim Quvonchbek. Bugungi video blogda oldin aytib o'tganimdek WinRAR dasturi haqida ketadi gap. WinRAR dasturi bu fayllarni arxiv qilish va arxivlangan fayllar ustida ishlash uchun ishlatiladigan instrument. Fayllarni arxiv qilish nima uchun kerak? Avval shu savolga javob berib olamiz. Men test uchun 3 ta faylni oldim. Tasavvur qiling, mana shu 3 ta faylni kimgadir jo'natishingiz kerak internet orqali. Har birini alohida tanlashingizga to'g'ri keladi jo'natishlik uchun. Mana shu 3 ta faylni bitta papka qilib, papkani jo'natmoqchi bo'lsangiz, papkani jo'natib bo'lmaydi. Demak, mana shu 3 ta faylni bitta qilishlik kerak. Arxivatorda bundan boshqa funksiyalari ham bor. Aynan fayllarning hajmini qisqartirib bera oladi. Lekin rasmlarda bu unchalik rol o'ynamaydi, chunki rasmlar shundoq ham kichkina razmerda qilingan. Demak, kompyuterimizga avval WinRAR dasturini o'rnatib olamiz. Kompyuterga WinRAR dasturini o'rnatishligi uchun men sizlarga o'ng tomonda link qoldiraman. Mana shu link bo'yicha o'tib, mana shu linkni yozasizlar va oblokadan skачать knopkasini bosib ko'chirib olishingiz mumkin. WinRAR degan zip papka ochiladi sizlarda. Zip papkani ichidagi WinRARni chiqarib olasizlar. Zip va RAR turkumidagi arxivatorlar bor. Zip bu Windowsni o'zida o'rnatilgan dastur orqali ishlatishingiz mumkin. Lekin ko'pchilik WinRARdan foydalanadi. WinRAR qo'shimcha ko'p funksiyalari bor. Demak, kompyuterlarga ko'chirib olasizlar va WinRARni arxivdan chiqarib olasizlar. Buni ustiga bir marta bosib, biron bir rабочий stolga yoki biron bir papkani tanlab tashlashingiz mumkin. Fayllarni arxivlashda va arxivlangan fayllarni arxivdan chiqarishlikda sizlarning protsessor tezligingiz qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik tez bo'ladi. Qanchalik sekin bo'ladiganimiz, shunchalik sekinroq bo'ladi. Mana marhamat, mana bu fayl. Bu yerda WinRAR qo'yilgan 32 bitli versiyasi va 64 bitli versiyasi. Kompyuterlar uchun Windows 64 bitligi bor, 86 ligi bor. Agar o'zingizlarning kompyuterlar qanaqa sistemadaligini bilmasanglar, kompyuterlarning svойствосiga o'tishingiz kerak. Svойство bo'limiga o'tasizlar yoki pustga bosib, kompyuter bo'limiga o'tib, svойство bo'limiga o'tasizlar. Va bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Tip sistema 32 razryadli operatsiya sistema manda. Demak, men 32 bitligini o'rnatishim mumkin. Ustanovka qilasizlar. Ustanovka qilganingizdan so'ng, sizlarda registratsiya kod so'raydi. Registratsiya koddan keygendan foydalanishingiz mumkin. Ikkita keygen turibdi. Ishlatib bundan foydalanishingiz mumkin. Bu yerdan bemalol kodni olib olishingiz mumkin. Demak, bu unchalik qiyin emas, buni ko'rsatib o'tmayman. Men hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa aynan fayllarni RAR arxivida saqlash, RAR arxividagi fayllarni internet orqali jo'natishlik va RAR arxividagi fayllarga kod qo'yishlik va boshqa bir ma'lumotlarni berib o'taman. Demak, men test uchun 3 ta faylni oldim, 3 ta rasmni oldim. Bu fayllarni arxivlash kerak. Kompyuterlarga WinRAR dasturini o'rnatganingizdan so'ng, sizlarning kontekst menyularda, ya'ni mishkani fayllarni tanlab, mishkani o'ng knopkasini bosganingizda sizlarda добавить va arxiv degan bo'lim ochiladi. Bunga bir marta bosasizlar va sizlarda email parametri bo'limi ochiladi. Bu yerda yasamoqchi bo'lgan fayllarning nomi qanaqa formatda bo'lishi kerak? Format arxivi qanaqa formatda bo'lishi kerak? Men RARni qoldiraman. Va сжатие bo'limi bor, fayllarni qisishlik bo'limi. Обычный qoldiraman doim. Va pastda разделить на том размером degan joy bor. Bu yerda bu shunaqangi ajoyib funksiyaki, agar sizlarda flashkaga yoki biron bir diskga yozmoqchi bo'lgan faylinglar diskning hajmidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni 3 ta 4 ta diskga yozib, ko'chirib olib, ochganingizcha bitta fayl qilib olishingiz mumkin. Misol uchun sizlar jo'natmoqchi bo'lgan faylinglar juda ham katta va buni bir necha qismlarga bo'lishlik kerak. WinRAR mana shu funksiyaga ega bir necha qismlarga bo'lib beradi. O'zingizlar xohlagan bir razmerni tanlashingiz mumkin yoki biron bir yodagi tayyor razdeldan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun CD-ROM
DVDR yoki avtoopределение. Buni o'zingizlar tanlashingiz mumkin. Sizlar xohlagan fayl razmeriga bo'lib beradi. Agar yetmaydigan bo'lsa, 2 ga bo'lishi mumkin, 2 ga bo'lib berish mumkin, 3 ga bo'lib berish mumkin. Faylni ochmoqchi bo'lganingizda mana shu 3 ta qism bitta joyda bo'lishligi kerak. Bu bemalol ochib olishingiz mumkin. Bu esa asosiy qism edi. Bundan tashqari дополнительный funksiyalar bor. Bularni o'zingizlar ko'rib chiqishingiz mumkin. Sizlarga bitta qiziq bo'ladigan funksiyasi установить parol. Shunaqa bir funksiyasi bor. Sizlar yasagan WinRAR faylga parol qo'yishlik. Keling shunaqa qilib ko'ramiz. Demak, biron bir parol qo'yib ko'ramiz. Misol uchun 1.3 va OK ni bosamiz. Undan so'nggisi faylni yasashlik, WinRAR faylni yasashlik uchun yana bir marta OK ni bosamiz. Va bizda WinRAR fayl sozdavать bo'ladi. Bu endi bitta fayl, bu faylning ichida yana 3 ta rasm bor. Buni bemalol internet orqali jo'natishimiz mumkin. Demak, internet orqali jo'natishda masalaga maslahat bergan bo'lardim. Har xil oblaka servislaridan foydalanishinglarni. Men o'zim oblaka servisidan foydalanaman. Oblaka servislar ko'p. Yandex.Diki bor, Yandex Disk bo'lishi mumkin, Google Drive bo'lishi mumkin. Va boshqa bir qanchalari bor. Men aynan Mail.ru-nikidan foydalanaman, chunki 100 GB yoki 1 TB gacha joy berishi mumkin, tekin, doimiy. Internet tezligi ham yomon emas. Demak, u yerga faylni yuklaymiz. Menda fayl yuklanyapti. Mana men test uchun yuklagan fayl. Bu fayl uchun link olaman. Mana bu bizning linkimiz bo'ladi. Bu link bilan do'stlarimiz bilan baham ko'rishimiz mumkin. Bu linkni qisqartirib test uchun videoni pastki tarafida qoldiraman, sinab ko'rishingiz mumkin. Bu faylni ko'chirasizlar va sinab ko'rasizlar. Kodi 1.3. Mana shu linkni pastki tarafda qoldiraman. Buni sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, biz videoga o'tamiz. WinRARda ishlayotgandik. Biz yasagan WinRARni qabul qilib oldik va buni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Ochamiz. Va bizda ochganimizda har bir faylning yuqorisida zvezdochka turibdi. Bu degani kodlangan har bir fayl. Bu faylni ochishlik uchun kodni terishlik kerak yoki kodni bilishlik kerak. Извлечь qilib olishimiz mumkin. Извлечь fayl degan joyga bir marta bosamiz va o'zimiz xohlagan joyga извлечь qilib olishimiz mumkin. Misol uchun рабочий stol test degan papkaning ichida test degan papkasi azat qilib, mana shu papkaning ichiga bu fayllarni joylashtirishlik. OK ni bir marta bosamiz va bizdan parol so'rayapti. Biza boshida bergan parolni so'rayapti. Demak, biza parolni 1.3 tergan edik. Va OK ni bosamiz. Parolni bilmagan odam bu fayldan foydalana olmaydi. Shu usul orqali fayllaringlarni saqlab qo'yishingiz mumkin, shaxsiy fayllaringlarni. Mana biz arxivlagan fayl. Undan tashqari, извлечьni bosmasdan har bir faylni alohida tortib olishingiz mumkin. Unda ham bizdan parol so'raydi. Parolni teramiz. Marhamat. Bu WinRAR haqida qisqagina video edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savol va kommentariylarni videoning tagida qoldirishingiz mumkin. Yoki Odnoklassnikida, yoki Mail.ru agentda savol berishingiz mumkin. Mail.ru agentni loginini yuqori qismda qoldiraman, pochtamni. Odnoklassnikning linkini ham bu yerda qoldiraman. Bemalol mana shu link bo'yicha o'tib, menga drujba tashlab, savollaringizni berishingiz mumkin. Undan tashqari o'zimning shaxsiy saytimni ochdim. uzclip.ru deb nomlanadi. Kechagina yangi ma'lumotlar qo'yishlikni boshladim. Bemalol uzclip saytiga o'tib, chap tomonda linkini qoldiraman. Uzclip saytiga o'tib, har kuni har xil videolarni, o'zbek tilidagi videolarni, konsert, kinolarni, kliplarni ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.